birinchi qism klientni orqasiga qaytarib yuborganim haqida. Bu ikkita qism bo'ladi. Обязательно yaxshilab o'rnash olinglar va anaqa hamma sohadagi masterlar, hamma klientlar kommentariyada fikringizni kutib qolamiz. Situatsiya haqida va men haqimda. Xo'p, birinchi navbatda men aytmoqchi bo'lganim, o'zimni aytayman. Ko'pchilik klientlar nimaga yaxshi ko'radi? Ishonadi. Maza qilib yechina oladi, maza qilib yota oladi, qo'rqmaydi va men travma bermayman odat. U joying bunaqa ekan, bu joying unaqa ekan deb klientning o'ziga odatda aytmayman. Juda o'ylayman klientlarning travma olmasligini, chunki o'zim ham yosh qiz bo'lganman va depilyatsiyaga borganman yoshligimda. Va men o'zim to, что master menga nimani qilishini xohlasam, men ham o'sha narsani klientlarga beraman. Men videleniya vaqtida ham, men qon kelayotgan paytda ham depilyatsiya qiladigan masterman va bu narsadan jirkanmayman, toza ishlayman, halol ishlayman, halol pul topyapman. Ayrim bir kommentariy yozadiganlar bor. Sani ishing shu-ku, o'zing jun tozalab pul topib, men kechirib qo'yasizlar, kengashda ham ishlayman. Men 5 ta tilni bilaman, tarjimonamman, davlat ishlarida ham ishlayman. Katta odamlar bilan tanishman, ishlayman. Katta fermerlar, katta davlat ishchi xodimlari meni taniydi. Va sizlar o'zingizlarcha og'zing kerib, jun topib, jun olib, nima qilib, bilar ko'tinglardan kelib turib uyda tozalaolmaysizlar-ku yaxshilab. Ayollar, sizlar qanaqa darajada musir va parvosatsiz bir mol bo'lishinglar kerak, unaqa kommentariy yozish uchun. Men depilyatsiya masterlar tomonidan chiqyapman. Sizlar qanaqa qilib birovni kommentariyasi, ginekologga ko'rinishga borsa, ginekologga ayta olasizlarmi? Duxinglar yetadimi? Sen o'zi past tozalaysan-ku, past ko'rasan-ku, nimaga tozalab qo'y, juda xil. Shunaqa deya olasizlarmi? Endi men bitta narsa meni xafa qilgan. Video oxirigacha ko'ringlar. Keyingi reelsda batafsil tushuntirib beraman. Men klientni nima uchun orqasiga qaytarib yuborganimni. Realni sasib kelgani uchun.